Payg'ambar alayhissalom aytadilar, adolatli bo'lganlar uchun Alloh huzurida nurdan bo'lgan minbarlar bo'ladi. Qiyomat kunida. Nurdan bo'lgan minbarlarga o'tkaziladi. Ular nima qilishardi? Ya'ni ular hukm berishda ham o'z ahllari va qo'l ostidagilarga adolatli bo'lishardi, deb turib payg'ambar alayhissalom aytibdilar. Qarang, namozxonga bitta nurdan bo'lgan minbar demayapti payg'ambar alayhissalom. Bu tahsir to'ra, hojaka, imom, qori demayaptilar payg'ambar alayhissalom. Adolatli bo'lgan kishiga deyaptilar. Adolatli bo'lsa, qiyomat kunida Alloh taolo ularga nima qilar ekan? Nurdan bo'lgan minbarlarda qo'yib o'tirgizadi-da, o'sha joyda o'tiradi-da. Hamma havas qiladi. Bu hadis sharhida kelyapti. Sahobiy kiromlar shu payg'ambar alayhissalom shu narsani aytgandan keyin biz adolatga shunchalik darajada shavq bo'lib ketdik, kirishib ketdik. Hatto qarang, o'zimizni tanamizga nisbatan bo'ladigan adolatda ham qattiq bo'lib ketdik. Qarang, uyqulari alohida bo'lgan, boshqalari nima? Yashashlari bu tanamga ham adolatli bo'lay deb turib, tanalarga ham adolat bilan muomala qilishga o'tib ketishdi-da. Biz adolat qilamizmi tanamizga? Endi ichimizda icharim chekarim bilan yuradiganlar yo'q-ku. Misol icharim chekarim bilan yuradiganlar bo'lsa, hayotda adolat qilgan yo'qda tanasiga. O'sha tilini tagiga tashagani uning uchun zarar. O'zi ham yaxshi biladi. U ochiq oydin zulm. Zulmning ziddi adolat, adolatning ziddi zulm hisoblanadi. Keyin 50 ga borib, voy belim, voy boshim, voy tilim sezmayapti deb yuraveradi. O'zi asli o'ziga nisbatan adolatsizligi edi bu. Qarang, islom dini bu adolatni juda ham keng miqyosda bizga tushuntirib qo'ygan va amal qilishimizni Xudo taolo aytib qo'yganda.